Bugun klyonkalarda toshlarning obzorini ko'rsatamiz. Narxini esa keyingi videoga aytib o'tib ketamiz. Birma-bir. Bu yerga chunki video uzun bo'lib ketadi. Bitta-bitta narxini aytishimizga. Qarang. Mana bu kristal tosh bo'ladi. Juda chiroyli narsa, eskimadi. Bundan kelyapti. Mana bu bor, tomchi variant. Ko'ryapsiz? Mana bu turkalik. Mana bu yerlariga zarchasi bor. Juda chiroyli. Klyonkalari zo'r. Shu dahshat klyonkasini. Qarg'ayib qolmaydi. Adashmang, klyonkani olishga adashmang. Chunki yupqa klyonkaga tikadiganlar ham bor. U o'sha sarg'ayib qoladi tezlikka. Bular unaqa emas. Zo'riga tikilgan bizlar. Qarang mana ham. Bu ham durchalik. Mana bu yerlarga kalsolari bor. Chiroyli chiqadi, 12talik stolga chiqadi. Xon taxtaga vahshi zo'r chiqadi. Xo'sh, mana bunaqa yangi olib kelgan yangi modelimiz bor. Buni qarang zo'r. O'zim ham havasim ketdi mana shu narsaga. Uyimga ham xudo xolasa. Mana shuni ishlatsam deb turibmiz. Mana bunaqasi kelgan. Konfetga deydi buni. Nomini. Ko'ryapsizmi klyonkalarning zo'rligini, shaqirlaganini. 12talik stolingizga vaqt zo'r chiqadi. Bu ham zo'r. Yangi model bu ham. Mana bu durchalik, mana bu umuman yangisi. Hali yo'q. Qayerda? Birinchilardan bo'lib bizada. Ko'ryapsizmi? Zo'r. Buni narxlarini keyingi videoga bir aytib o'tib ketamiz. Salomat bo'linglar. Keyingi videoga o'tib kuzatib tursanglar, narxlarini, razmerlarini hammasini aytib o'tib ketamiz.